5 yashar bo'lyapti, 4 yashar bo'lgungacha hech ham bir og'iz ham gap gapirolmagan, hatto ota-ona degan gapni ham aytolmagan. Mana Muhammad Alini bujonisi bilan bugun suhbat quramiz. Mana hozir biz 3-kursni olyapmiz. Muhammad Ali hozir 5 yashar bo'lyapti, 4 yashar bo'lgungacha hech ham bir og'iz ham gap gapirolmagan, hatto ota-ona degan gapni ham aytolmagan. Chaqirsangiz e'tibor bermasdi, qaramasdi. Dekabr oyida birinchi marta lecheniya olgan paytimizda уже lecheniya paytidan his qildimda, sezdim bolada o'zgarish bor. Chaqirsang qarayapti, uncha bir joylarga o'zini urib olsa, yiqilib tushsa his qilmasdi, og'riqni sezmasdi-da. Biz ana shu kurs paytida уже bildik, doktor aytdilarki, yo'q bu nima emas, miyaga bormayapti, signal bormayapti, o'sha og'riq bo'lyapti degan signal yo'q deb. Hozir mana badaniga tegsangiz ham, qo'lini qattiqroq ushlasangiz ham, og'rityapsan deydi. Gapga qo'shilmasdi. Endi hozir o'zi mustaqil fikrlab aytadi, chaqirsangiz qaraydi, ochligini aytadi, ochligini ham uncha-munchada aytmasdi, qorni och qoladimi, to'q yuradimi, uncha bilmasdi. O'zgarishlar rosa ham katta. Rahmat.